Assalomu alaykum do'stlar. Mana yana bir Buxoro amirligi bilan bog'liq madaniy merosga keldik. Nihoyatda men uchun qadrli bo'lgan bino Amronxon otasi tomonidan qurilgan Sankt-Peterburgdagi jome masjid. Mana ko'rishlaring mumkin. Gumbazlari, mehroblari, hayratlanarli shunchaki. Sharqona usul. Mana atrofimiz bog'. Yon tomondan ko'rinishi mana. Masjid menimcha bek bo'lsa kerak. Chunki bu ko'proq muzey sifatida qadrlanar ekan, e'zozlanar ekan. Shuning uchun bu Sankt-Peterburgdagi yagona tarixiy masjid desak bo'ladi. Ya'ni 1917-20 yillarda qurilgan.